Uyghur paaliyetçi Arslan Hidayet 25 aprel Yahudi çoğun qırğınçılıqını xatırlaş bilan bir vaqtda növbətdə Uyghurlar duch kelayotgan qırğınçılıqqa dunyoning diqqatini tortish uchun Uyghur çoğun qırğınçılıqı va musulmon çoğun qırğınçılıqı nomli ijtimoiy taraqqiyotni boshlatgan. Assalamu alaikum, my dear brothers and sisters in Islam. To show your solidarity with the Uyghur Muslims of Chinese-occupied East Turkestan, please post your images of you taking part in Ramadan, whether you be taking part in suhoor or your iftar or praying or reading Quran. Show that you are one with the Uyghurs and show solidarity with the Uyghur Muslims of East Turkestan, because they right now cannot celebrate and have not been able to celebrate the month of Ramadan for many years. Show that you are one with the Uyghurs and that they are still part of this ummah regardless of what the Chinese regime tries to do. Please share this. Bu ijtimoiy taraqqiyotga Arab Birlashma Xalifaligidagi xon jamoatining a'zosi bo'lgan Мәлике һәнд ئەل-قاسىمى xonim darhol ovoz qo'shadiganligini bildirib, qisqasini ishlab tarqatgan. Bu sim ko'rinishi qisqagina bir qancha kun ichida 130 ming qatimdan ortiq ko'rilgan. Мәлике һәнд ئەل-قاسىمى xonim sim ko'rinishi orqali mundaq degan: Assalomu alaykum. Ramazon muborak. Hammanglarning tutayotgan ro'zanglarning yaxshi bo'lishini tilayman. Men bu videoning hayotimning bir qismini Uyg'ur qarindoshlarim bilan o'rtoqlashish va ularning zulmiga qarshi qilayotgan kurashlarda bir saf ekanligimni bildirish uchun tarqatdim. Men ularning jazo lagerlaridan pat arda qo'yib berilishi tilakdashman. Biz Xitoyda yuz berayotgan bu musulmonlar uchun qirg'inchilikqa o'rtaq taqobil turishimiz kerak. Assalamu alaikum. Ramadan Kareem, and I hope your fasting is going well. I was just sharing some of my life with my Uyghur brothers and sisters, and this video is in solidarity with their fight against the oppression, and I hope they will soon be released from the concentration camps, and we have to all stand together against. Arslan Hidayet bu qetimliq faaliyeti haqida to'xtalib, mundaq dedi. 4-ayning 20'si her yili bizning shu ro'z Ramazondek qurban yetdik. Her yili 10 kun Avustraliyada bu Yahudilar Jewish Holocaust Remembrance Day qildi-ku. Ya'ni Yahudilarning natsistlar tarafidan qirg'in qilgan to'g'riliq bir xatirlash kuni bo'ldi-ku. Şu kuni qarasam nurg'un Amerikaning amaldorlari, Mike Pompeo'dek boshqa davlatlarning prezidentlari bo'lsin, prime ministeri bo'lsin, Holocaust Remembrance Day uchun biz xatirlaymiz deb mesajlarni chiqaribdi, videolarni ishlab. Shuning bilan men video ishildim. Agar haqiqatan xatirlaydigan ish bo'lsa, mushunaq Holocaustlarni hozirda dunyo yana mavjud bo'lyapti. Mushunaqlarni to'xtatish kerak. Ben işinemenki şu 6 milyon Yahudi şu kamplarda, lagerlarda ölüp geçken kamplardaki Yahudiler bunda bir minutunda eslep koyup bunda hatırlaş günü bile anca çatığı olmaz. Eğer hakikaten biz şulanı hatırlığımız olsa biz hazırki Holocaustlarını toxtuşumuz gerekli. Müslüman Holocaust ve Uyghur Holocaust'ını başlattım. Malik һәнд ئەل-قاسىمى xonim uzundan beri Uyg'urlar masalasiga diqqat qilib kelayotgan bo'lib, Ramazon mezgilida Uyg'ur musulmon qarindoshlarining yig'ilish lagerlarida qilishi uni bearam qilgan. U Xitoyning terrorizmni bahona qilib, millionlagan Uyg'ur musulmonlarini lagerlarga solib qo'yishining xato tadbir ekanligini ta'kidlab, mundaq dedi. I visited China and I liked it very much. I like how a country that was a farming nation. Men Xitoyga borgan, shunday yoqtirgan edim. Xitoyning bir dehqonchilik davlatidan shunday kuchli bir davlat qatori o'tish uchun xushal bo'lgan edim. Lekin ularning Uyg'urlarga qilganlarini ko'rgandan keyin Xitoyni yoqtirmadim. When I saw what they were doing to the Uyghurs, I didn't like it. O yana mundaq dedi. I hope that we can do something to stop it. Maybe we can speak to the Chinese government. Uyg'urlar yurgizilayotgan zulmni to'xtatish uchun bir ish qila olishimizni umid qilaman. Xitoy hukumati bilan so'zlashib, Uyg'urlarga yurgizilayotgan siyosatni to'xtatishni talab qilishimiz mumkin. Xitoy taraf terrorlikni tugatish uchun shunday siyosat yurgizganligini deb kelyotdi. Lekin xato qilgan bir qancha kishi 11 millionlik bir millat vakillik qila olmaydi. Biz musulmonlar tinchlikni xohlaymiz. Har qanday bir kishining tinch yashashga haqqi bor. But what we want is peace for everyone. Everyone deserves a chance to live. Malik һәнд ئەل-قاسىمى xonim Xitoyning Uyg'urlar qaratgan bostirishini musulmon cho'ng qirg'inchiligi deb atagan va Uyg'urlar bilan bir saf ekanligi haqida ochiq fikr bayon qilgan tunji musulmon jamoat arbobi bo'lishi mumkin. Malik һәнд ئەل-قاسىمى xonim bu vaqtda to'xtalib, Arab dunyosining Uyg'urlarning ahvolidan xabarsiz ekanligini tilga oldi. Arslan Hidayet Malik һәнд ئەل-قاسىمى xonimning ta'siri bilan Arab dunyosining amaldorlaridan rasmiy bayonot kelishini umid qilganligini bildirib, mundaq dedi. Gerçi bazı Arap ülkeler, mesela Kuveyt, Katar ve Bahreyn
bir xat orqali Amerikaga ve dünyaya deyli özlerine şu Xitay lagerlariga qarshi bo'lganini ifodeladi. Lekin bu faqat xat, lekin uçuk aşkariyat kınayan mesela Recep Tayyip Erdoğan'dek yoki bo'lmasa boshqa dunyo liderlik uçuk aşkariyat video oldi da yoki bo'lmasa bir bayonot berib turib bunda qilmagan. Birinchi qitim bir prenses normalde bu bir lider emas. Lekin shundan bo'lsa ayrı Qur'oni Karimni ko'tarib turib men şu hitapta Uygurlar Kur'an-ı Kerim'ni okuyamaydı. Karşımız yağlıkın çiği vargan. Uygurlar yağlıkın çiğemaydı. Şununla ben Uygurlar bile birlikte Uygurlar yanı şu ümmetin bir partisi de bir mesaj veriyorlar ayada. Ve şu 30 sekundluk videosuyla inşallah ahırın yanı başkalar belki şu sebep tüpeylidir. Hakikaten hazır şu Arap halifenin birleşmesinin birer hakikaten liderli. Şu düşünüşümce böyle 7 tane şeyh var, 7 tane lider var. Şular mı? Uçuk türü. Bayanet sizin belgesi olsun. Tabii yaşlı olsa inşallah bu bir başlangıcı bulan bir de koyayım. Mələkə ئەل-قاسىمى xanım yana mındaq dedi. We should stand together and approach the Chinese government about ending the camps. Biz Xitayning lagerlarini taqish uchun cho'qim birlashishimiz kerak. Xitoy insonlarni lagerlarga suladi, homila ayollarning bolalarini ilvatdi, oilalarni vayron qildi. Bu xato. Xitoyning hozirgi raisi Xitoylar uchun bir qabohat. Breaking families, that's very wrong. It has to stop. This new president of China is a nightmare for the Chinese. Mələkə ئەl-قاسىمى xanımның Uyğurlarını qollab yollagan sin görünüşü muhacirat Uyğurlar asıda qızğın alqışqa erişkən olub, sin görünüşünün astığa yüzlərcə rəhmət xətləri düşkən. Muhacirat Uyğurlar Germaniyalik Türk futbolcu Məsud Özilning bir qitimliq bayonoti orqali tantarbiya sohasidagi dаңliqlarga ta'sir qilgandek, Mələkə ئەl-قاسىمى xanımның bu ochiq bayonotining Arab dunyosidagi dаңliq shaxslarning Uyğurlarni qo'llashiga vasila bo'lib qolishini umid qilishmoqda. Arsan Hidoyat muhacirat Uyğur yoshlarga mundaq xitob qildi. Benim Uyghur yaşları deydiğim, biz nurgun tarihi kitaplarını okuyan, şu 1911'deki şu Komeydan vaxtları, Abdülhamid Uygur'un zamanları, anonimkin şu devletini kurgan, birinci İslam Cumhuriyetimiz 1930'da kurulgan, anonimkin ikinci Cumhuriyetimiz 1944'da kurulgan. Biz şu hikayelerini kılam istivalimiz, şu mümkünler gelgen çağda bir devlet şeyini okup koyup anondan keyin bir faaliyet ötküzümüz. Lekin biz artık tamam ola yaxşı vaqtlar, ularni asrash kerak, ularni shularni dərslişimiz kerak. Lekin her bir Uyghur yaş 3. Şərqi Türkistan devletinin kuruluşunu, Uyghur devletinin kuruluşunu, kökten tepişini, bu tarihte yazıldığını, özüne bir cengi var, özüne bir inqilabçı muşu sakit kıtılışını ümit kılmış. Hazır şu yeni Abdülhamid Uygurlar, yeni Ahmetcan Kasımlar, yeni Sabit Damoğlanlar aramızda çıkış gerek. Ben şu 3. Uygur devletini kuruş için bir tökte katırgan birisi bulalayman da Musa